Mana bu turqi-sovuq betarovat Ukrainadan tirik qolish uchun bizning muqaddas vatanga qochib kelgindi. Ya'ni sig'indi. O'zi bir kelgindi bo'lishiga qaramasdan bizning vatandan panoh topib, yana bizning milliy qadriyatlarimizni va qonunchiligimizni oyoq osti qilib kelyapti. Eng yomoni uning bu qilmishlariga hech kim chora ko'rmayapti. Agar shunaqa holat boshqa davlatda kuzatilganida edi, bunaqa kelgindilar allaqachon quvib yuborilgan bo'lar edi. Xususan, kuni kecha Qozog'istonda bir rossiyalik millatchi qardoshlarimizdan rus tilida gapirishni talab qilgani uchun katta jarimaga tortilib, quvg'in qilindi. O'zbekiston shunchalik bedarvoza davlatga aylanib qoldimi? Har qanday qalang'i-qasang'ilar millatimizni masxaralab, hattoki kuch ishlatab tuzilmalarimizni kalaka qilyapti. Nahotki O'zbekiston hukumatida bu millatning nomusini o'ylaydigan amaldorlarimiz qolmagan bo'lsa. Vaholanki amaldagi qonunchilikka binoan millatimizni kamsituvchi bu kabi kelgindilar quvg'in qilinishi shart. Ayni shu sababdan men ham O'zbekiston Respublikasi hukumatidan milliy qadriyatlarimizni surunkali ravishda takror va takror oyoq osti qilib kelayotgan, axloqsizlikni targ'ib qilayotgan bu kabi kelgindini zudlik bilan quvg'in qilishini talab qilib qolaman.